O'zbek xalqi bu kunlarda juda ko'p niyat qilgan. Ro'za Ramazon oyida duo olamiz, xalqimizning tinchligi, osoyishtaligi, tahlikali zamonda mana shu duolar bilan ko'p ishlarimiz ijobat bo'ladi, ko'p ishlarimiz natijali bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan Muborak Ramazon oyida jarrohlik amaliyotini o'tkazildi. Bu yil mana ro'za Ramazon oylarida tarixiy voqealardan bittasi. Xo'jayinim ikkinchi guruh nogironim, ikkinchi o'g'limni o'zi teng qatorlar kiysa ham chiqishga qiynalaychi edi. Chang bo'lsa mazam bo'lmaydi deb. Qiynalganini ko'rib, dadasi ham o'zim ham juda ko'p his qilamiz. Ro'za Ramazon vaqtlarida shuncha yoshga kirib, men biron marta bepul davolanish yo moddiy yordam berishlarni ko'rmaganman. Bizga bu juda kattakon bir yana bayram ustiga bayram bo'ldi. Juda xursand bo'ldik. Prezidentimizga kattakon rahmat.